119 qismda men uchun eng qiziq jihat Marjonaning Hoshimjonning uyiga qaytib kelgani emas. Asl masala uning qanday qaytib kelganida. Shovqin-suron qilmasdan, yiglamasdan, endi hammasiga konib yuradigan ayol qiyofasida emas, bu safar Marjona o'sha uyga har bir qadamini oldindan o'ylab qo'ygandek kirib keladi. U qo'lida nima borligini juda yaxshi biladi. Bir tilxat. 2 xonali uy haqidagi va'da. Hoshimjon bir paytlar o'z qo'li bilan yozib bergan va'da. O'sha paytda bu gap balki uni tinchlantirish, munosabatni saqlab qolish, hammasini joyiga tushirish uchun yozilgandir. Lekin endi mehr tugagandan keyin u qog'oz xotira emas. U dalilga aylangan. Menimcha, voqeaning eng kuchli joyi ham shu yerda. Marjona o'zining azob chekkanini isbotlash uchun baqirishi shart emas. U faqat o'sha uyda qolsa kifoya. O'sha yo'lakdan yurib o'tsa, o'sha dasturxonda ko'rinsa, o'sha hovlida jim tursa ham. Hoshimjonning butun oilasiga og'irlik tushadi, chunki uning borligi hammaga bir narsani eslatadi. Bu ajrim hali tugamagan. Yana Hoshimjonga ham eslatadi, ayrim va'dalar eski bo'lib qolsa ham, bir kuni qaytib kelib odamdan javob so'raydi. Eng ko'p bezovta bo'ladigan odam, albatta, Hoshimjonning onasi bo'ladi. U Marjonaning bu uyda qolishini istamaydi. Ayniqsa o'g'lining shunday va'da bilan bog'lanib qolganini umuman hazm qila olmaydi. Uning nazarida Marjona ataylab muammo chiqaryapti. Lekin chuqurroq qaralsa, men Marjona haddidan oshyapti deb o'ylamayman. U shunchaki Hoshimjon o'zi yozib bergan narsani talab qilyapti. Qiyin joyi ham shunda. Uni haydab yuborishsa, ular nohaq bo'lib qoladi. Uyda qoldirishsa, tinchlik yo'qoladi. Uy berishsa, katta pul ketadi. Bermasa, ish sudgacha borishi mumkin. Marjonaning bitta yurishi hammani qopqonga tushirib qo'yadi. Hoshimjon esa, menimcha, endi hammasi o'zi o'ylaganchalik oddiy emasligini anglay boshlaydi. Avval u ajrim degani shunchaki ariza berish, keyin har kim o'z yo'liga ketishi deb o'ylagandir. Ammo hayot bunaqa yengil emas. Bu nikoh ortida or-nomus bor, alam bor, dunyoga kelishga ulgurmagan farzand bor, Marjona o'zini qadrsiz his qilgan kunlar bor. U tugatishni xohlaydi. Lekin eski qarzini hali to'lamagan. Bu qarz faqat pul bilan o'lchanmaydi. Voqeani yanada og'irlashtiradigan narsa Sevaraning borligi. U yomon odam emas. Hech bo'lmaganda men Sevarani kimningdir oilasini buzishga ataylab kirgan ayol sifatida ko'rmayman. U shunchaki Hoshimjon yonida o'z o'rnini kutayotgan ayol. Lekin Marjona qaytgach, hammasi noqulay va og'ir tus oladi. Bir tomonda hali ajrashmagan qonuniy xotin. Ikkinchi tomonda kelajakdan umid qilayotgan ayol. O'rtada esa Hoshimjon 60dan qutulishni istaydi, lekin hozirgi baxtini himoya qilishga ham yetarlicha qat'iy emas. Menimcha, bu qismda Sevara ilk bor qo'rqishni boshlaydi. U Marjonaning janjal qilishidan emas. Aksincha, juda sokinligidan qo'rqadi. Chunki yaralanganidan keyin jimib qolgan ayolni endi osonlikcha sindirib bo'lmaydi. U ko'z yosh bilan talashmaydi. U haqiqat bilan odamni o'ziga qarashga majbur qiladi. Ehtimol, Sevara bilan Hoshimjon o'rtasida juda og'ir bir suhbat bo'lar. Sevara undan so'raydi, men bu uyda kimman? Sevgan ayolingmanmi yoki qachon tugashi noma'lum bo'lgan ajrimni kutib turgan odammi? Bu savol oddiy eshitiladi, lekin hozirgi Hoshimjon uchun javob berish juda qiyin, chunki agar u Sevarani sevaman desa, buni amalda isbotlash kerak. Agar u bilan kelajakka yurmoqchi bo'lsa, avval Marjona bilan bo'lgan ishni hal qilish kerak. Bu esa bir-ikki ogiz kechirim bilan bitadigan masala emas. Hoshimjonning onasi Marjonani uydan ketishga majbur qilishda davom etishi mumkin.
U og'ir gaplar aytishi, ajrimni eslatishi, uni uyaltirishga urinish ehtimoli bor. Lekin menimcha, aynan shu uning xatosi bo'ladi. Marjonani qancha siqsa, u shuncha sovuqqon va qattiqroq bo'lib boradi. Ba'zi odamlar oxirigacha siqilsa, sinib qoladi. Ammo ba'zilar yetarlicha azob chekkandan keyin qo'rqmay qo'yadi. Hozirgi Marjona menga aynan ikkinchisiga o'xshaydi. U baland ovoz bilan yutishni istamaydi. U sovuq sabr bilan yutadi. Eng kutilgan sahna Marjonaning o'sha tilxatni hammaning oldiga qo'yishi bo'lishi mumkin. Ko'p gap shart emas. Bitta qog'ozning o'zi ham Hoshimjonning onasini dovdiratadi. Hoshimjonni esa inkor qila olmaydigan ahvolga soladi. Chunki imzo uniki. Va'da uniki. Yaralangan odam esa bir paytlar unga ishongan ayol. Shu paytda, menimcha, Marjonaning oilasi ham chetda turmaydi. Agar ular kirib kelsa, voqealarning rangi butunlay o'zgaradi. Ular qizini uyda qoldirishni iltimos qilish uchun kelmaydi. Ular bitta savolni to'g'ridan to'g'ri qo'yish uchun keladi. Agar Hoshimjon ajrashmoqchi bo'lsa, unda bergan va'dasining javobini qanday beradi? Mana shu haqiqiy zarba bo'ladi. Chunki Marjonaning oilasi aralashsa, bu endi ikki er-xotinning yotoqxona ichidagi muammosi bo'lib qolmaydi. Bu ikki oilaning masalasiga aylanadi. Qadri yerga urilgan qizning or-nomusi bilan o'zini aybsiz ko'rsatmoqchi bo'lgan oilaning gururi to'qnashadi. Menda shunday taassurot bor, Marjona faqat ikki xonali uy uchun kurashmayapti. O'sha uy u ishlab turgan aniq narsa, xolos. Aslida u tan olinishni istaydi. U haqiqatan ham xotin bo'lganini, yo'qotgan narsalari borligini, Hoshimjon xohlasa uylanib, xohlasa tashlab ketadigan buyum emasligini isbotlamoqchi. Shu narsa Hoshimjonni qiyin ahvolga soladi. Agar u shunchaki pul yoki uy berib qutulmoqchi bo'lsa, Marjona rostdan ham yengil tortadimi? Agar kechirim so'rasa, eski yara yo'qoladimi? Agar Sevarani tanlasa, Marjona oldidagi qarzi bilan tinch yashay oladimi? Menimcha, bu qismda Hoshimjon o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. U hammasini jim hal qilmoqchi edi, lekin endi hamma narsa oshkor bo'lyapti. Bir tomondan onasi bosim qiladi, ikkinchi tomondan Sevara javob kutadi. Marjona qo'lida tilxat bilan turibdi, uning oilasi esa ishni qonuniy yo'lga olib chiqishga tayyor bo'lishi mumkin. Endi oson yo'l qolmagan, eng qiyin tomoni shuki, Sevara ham ikkilanib qoladi. U Hoshimjonni sevishi mumkin, lekin hech bir ayol o'tmishi hali shu uyda o'tirgan erkak bilan kelajak qurishni xohlamaydi. Agar Hoshimjon hammasini aniq hal qilmasa, Sevara birinchi bo'lib ketib qolishi mumkin. Menimcha, bu ehtimol juda muhim. Chunki agar Sevara ketsa, Hoshimjon ikkalasidan ham ayriladi. Marjona endi u bemalol qaytib boradigan ayol emas. Sevara esa tugallanmagan nikoh soyasida kutib turishga rozi bo'lmaydi. Qism oxiri juda keskin bo'lishi mumkin. Marjonaning oilasi uyga keladi. Hoshimjonning onasi hali ham yuzini saqlab qolishga urinadi. Hoshimjon ikki tomon orasida qoladi. Marjona esa hammadan ham jim turadi. Lekin aynan shu jimlik og'riqli ko'rinadi. Chunki u ehtimol o'tmishda juda ko'p gapirgandir. Endi esa haqiqatni boshqalar ko'rishni xohlaydi. Agar taxmin qilsam, keyin 3 xil yo'l bo'lishi mumkin. Birinchisi, Hoshimjon ajrim evaziga uyni berishga rozi bo'ladi, lekin bu bilan o'z oilasining ishonchini yo'qotadi. Ikkinchisi, Hoshimjonning onasi qarshilikni davom ettiradi va ish sudgacha borib, katta sharmandalikka aylanadi. Uchinchisi, Sevara ketib qoladi va Hoshimjon ilk bor o'tmishdan qochish kelajakni saqlab qolmasligini tushunadi. Men esa ko'proq uchinchi ehtimolga ishonaman. Chunki ba'zan eng katta zarba haqqini talab qilayotgan odamdan emas,
juda uzoq kutib keyin indamay qo'yib yuborgan odamdan keladi. 119 qism shu yo'ldan borsa, juda og'ir va qiziqarli bo'ladi. Chunki bu yerda faqat janjal ko'p bo'lgani uchun emas, balki har bir odam bir savol oldida qoladi. Sevgi tugagandan keyin eski va'daning qiymati qoladimi? Va agar bir ayol deyarli hamma narsasini yo'qotgan bo'lsa, u kechirish kerakmi yoki uni ranjitgan odamdan o'z haqqini oxirigacha talab qilish kerakmi? Lekin agar uy masalasi bu kurashni hammaga ko'rsatib qo'yayotgan bo'lsa, yo'qotilgan farzand Marjonaning bu nikohdan shunchaki yengil chiqib keta olmasligining asl sababidir. Ba'zi dardlarni odamlar tashqaridan qarab, allaqachon o'tib ketgan deb o'ylaydi, chunki u haqda hech kim gapirmay qo'yadi. Aslida esa u ichkarida jim yotadi, faqat noto'g'ri aytilgan bir ogiz gapni, sovuq bir qarashni yoki yana bir bor ortiqcha odamdek ko'rilishni kutadi va ehtimol 119 qismda Hoshimjon o'zi bilmagan holda aynan o'sha yaraga tegib yuboradi. U ajrashmoqchi. Bu yangilik emas. Lekin uning hammasini qanday tugatmoqchi bo'layotgani Marjonani yana ham qattiqroq og'ritadi. Agar u shunchaki ikkisi bir-biriga to'g'ri kelmasligini, hayotlari boshqa yo'lga ketganini, endi to'xtashsa ikkoviga ham yengilroq bo'lishini aytsa, balki Marjona buni eshita olardi. Ammo u buni oddiy bir rasmiy ishdek, go'yo Marjona faqat imzo qo'yib chiqib ketishi kerakdek aytsa, bu endi uning uchun ajrim bo'lmaydi. Bu u qon va ko'z yosh bilan to'lagan bir hayotdan o'chirib tashlanish bo'ladi. Menimcha, bir lahza keladi, Marjona avvalgidek sovuqqon ko'rinishni saqlab turolmaydi. Bu uning kuchsizlangani uchun emas, balki ayrim narsalarni odam ichiga yutaverib, oxiri bo'gilib qoladi. U Hoshimjonning ko'ziga tik qarashi mumkin, ovozi baland bo'lmaydi, lekin butun xonani jim qoldirishga yetadi. Men farzandimni yo'qotganimda, o'sha dard uchun kim javob berdi? Agar bu gap aytilsa, u faqat Hoshimjonga urilmaydi. Bu gap uning onasiga ham tegadi. Sevaraga ham tegadi. Shu uyda yillar davomida cho'zilib kelgan sukutga ham tegadi. Chunki yo'qotilgan farzand voqeani og'irroq qilish uchun eslatiladigan oddiy bir detal emas. U hali dunyoga kelishga ulgurmagan bir umr edi, lekin katta odamlarni o'zlariga qarashga majbur qiladigan darajada og'ir iz qoldirgan. Hoshimjon endi sevmasligini aytishi mumkin. U ikkovining yo'li boshqa ekanini ham aytishi mumkin. Ammo u o'sha dardning o'ziga aloqasi yo'q deb ayta olmaydi. Uning eng qiyin joyi ham shu, u qanchalik chiqib ketmoqchi bo'lsa, o'tmish uni shunchalik ushlab qoladi. Hamma narsa tugaganini ko'rsatishga qancha urinmasin, u shunchalik qo'lini yuvib ketmoqchi bo'lgan odamga o'xshab qoladi. Eng achinarlisi, Hoshimjon mutlaqo bagritosh bo'lmasligi ham mumkin. Balki u ham ichida ezilgandir. Aybni his qilgandir, bir paytlar o'zini ko'ygandir. Lekin u juda uzoq jim qoldi. Umumiy yarada jim qolish esa ba'zan ikkinchi odamni dardi bilan yolg'iz tashlab ketgandek ko'rinadi. Agar Sevara buni eshitsa, menimcha, u Marjonaga endi yo'lini to'sib turgan soya sifatida qaray olmaydi. U bu sovuqqonlik ortida farzandini yo'qotgan, eridan ayrilgan, o'z qadrini ham yo'qotgandek bo'lgan bir ayol turganini ko'ra boshlaydi. Shu paytda Sevara juda noaniq bir hissiyot ichida qoladi. U Hoshimjonni sevadi, lekin oldingi xotinning oldidagi ma'naviy qarzini hali uzmagan erkakning yonida xotirjam tura oladimi? Bu jim kechadigan, lekin xavfli ikkilaniq bo'ladi. Sevaraning jahl qilishi shart emas. U faqat jimib qolsa, Hoshimjonga boshqacharoq qarasa ham yetadi. Hammasi dars ketgani bilinadi. Chunki muhabbat ba'zan uchinchi odam sabab olmaydi. Muhabbat sevgan odaming birdan sen tanimagan qiyofada ko'rinib qolganida sekin soni boshlaydi. Hoshimjonning onasi esa, ehtimol, hammasini nazoratdan chiqarib yuboradigan odam bo'ladi.
U farzand masalasini ataylab eslatmasligi mumkin, lekin bitta ehtiyotsiz gapning ozi yetadi. Masalan, otgan ish otib ketdi, uni o'g'limni ushlab qolish uchun bahona qilma, degandek bir gap. Marjonani ichidan portlatishi mumkin. Ba'zi so'zlar aytgan odam uchun faqat jahlda chiqib ketgan gap bo'ladi. Eshitgan odam uchun esa u hech qachon bitmagan joyga urilgan pichoqdek tuyuladi. Va Marjona oxirgi chegarasiga yetganda, u endi faqat uy haqidagi tilxatni ko'rsatib qo'ymasligi mumkin. U shu paytgacha ichida saqlab kelgan narsalarni ham aytib yuboradi. Hammasi qulashidan oldin u qanday bosim ostida yashaganini, kim majburlaganini, kim sovuqqon bo'lganini, kim uni o'z erining uyida ham himoyasiz qoldirganini gapirishi mumkin. Agar yangi bir dalil paydo bo'lsa, menimcha, u oddiy qog'oz bo'lmaydi. Bu eski bir yozishma bo'lishi mumkin, biror guvohning gapi bo'lishi mumkin yoki Marjonaning oilasidan kimdir uning nimalarni boshidan kechirganini aniq bilishi mumkin. Va shu gaplar Sevaraning oldida aytilsa, Hoshimjonning mavqei butunlay o'zgaradi. U yangi baxt izlayotgan erkakdan eski baxtini halol tugata olmagan odamga aylanib qoladi. Onasi esa o'g'lini himoya qilyapman deb o'ylab, uni eng qiyin joyga o'zi itarib qo'yishi mumkin. U Marjonaning dardini qancha inkor qilsa, tashqaridan qaragan odam bu oilada adolat yetishmayotganini shuncha ko'radi. Uni jim qilishga qancha urinsa, Marjonaning gapirishga sababi shuncha ko'payadi. Bu yo'nalishda meni eng ko'p cho'chitadigan narsa, Marjona endi faqat mulk talab qilmayapti. U tan olinishni talab qilyapti. U yo'qotilgan farzandga, ko'milgan yillarga, aytilmay qolgan alamga qarashlarni xohlayapti. U bir ayolni, bir xotinni, bir onaga aylanishga ulgurmagan insonni hech narsa bo'lmagandek uydan chiqarib yuborib bo'lmasligini ko'rsatmoqchi. Bu qismning oxirida juda katta janjal bo'lishi shart emas. Faqat Marjona farzandi haqida gapirgandan keyin jim qolsa kifoya. Hoshimjon qarshisida turadi, lekin javob topolmaydi. Sevara ko'zini pastga oladi. Birinchi marta o'zini bu yo'lni davom ettirishga avvalgidek ishonchli his qilmaydi. Hoshimjonning onasi esa yana biror narsa demoqchi bo'ladi, lekin har bir so'zi hammasini battar qilayotganini sezadi. O'sha xona juda jim bo'lishi mumkin, lekin bu oddiy sukunat emas, bu bir inson butun uy uzoq vaqt ko'mib qo'yishga uringan qutining qopqog'ini ochib yuborganidan keyingi sukut. Va o'sha lahzadan boshlab hech kim endi bu voqeani shunchaki oddiy ajrim deb ko'rsatolmaydi. Marjonaning eski dardlari bilan to'la uydan chiqib, hikoya bizni boshqa bir qo'rquvga olib kiradi. Bu qo'rquv janjaldek shovqinli emas, ayblovdek keskir ham emas, lekin undan ancha sovuqroq. Bu umidga yopishib turgan, shu bilan birga o'sha umid har lahzada qo'lidan chiqib ketishini ich-ichidan sezayotgan ayolning qo'rquvi. Robiya operatsiyaga ishongan edi. U shuncha vaqt qorong'ilikda yashaganidan keyin yana yaqinlarining yuzini, uyini, hatto o'z hayotini ko'ra olishiga umid qilgan edi. Bu umid baland ovozli emas, kichkina bir chiroqqa o'xshaydi. Ammo nurdan ayrilishdan qo'rqayotgan odam uchun o'sha kichkina chiroq ham yashashga kuch beradi. Shuning uchun 119 qismda shifokor Robiyaning ko'zida asorat borligini aytsa, bu zarba juda og'ir bo'ladi. Bu odamni darrov baqirtirib yuboradigan og'riq emas, balki tanani bir zumda qotirib qo'yadigan, quloq eshitadi-yu, miya ishonishga ulgurmaydigan og'riq. Shifokor juda xotirjam, juda kasbiy ohangda qo'shimcha tekshiruv kerakligini, yana bir bor aralashuv zarur bo'lishi mumkinligini, kechiksa tiklanish imkoniyati keskin kamayishini aytishi mumkin. Lekin Robiya uchun bu gaplarning hammasi bitta ma'noga yigiladi. U endi ko'rmasligi mumkin. Bu yerda Komil o'zini yashirishga eng qiynaladigan odam bo'ladi. U ovozini ishonchli tutishga urinishi mumkin. Xotiniga xavotir olma, hammasining yo'li bor deb aytishi mumkin.
Vaziyatni nazorat qilayotgandek ko'rinish uchun shifokorga yana 1-2 savol berish mumkin. Lekin birga yashagan odamlar bir-birining qo'rquvini ko'rmasdan ham sezadi. Robiya uning ko'zlarini ko'rmasligi mumkin, lekin nafasining sekinlashganini eshitadi, javoblar orasidagi sukutni sezadi, haddan tashqari xotirjam bo'lishga urinayotganini anglaydi. Ba'zan aynan shu majburiy xotirjamlik bemorni yanada ko'proq qo'rqitadi, chunki agar hammasi rostdan ham yaxshi bo'lsa, Komil bunchalik o'zini tutishga majbur bo'lmas edi. Menimcha, Robiya qo'rquvini ichiga burib boshlaydi. U faqat ko'r bo'lib qolishdan qo'rqmaydi. U bir umr eriga yuk bo'lib qolishdan qo'rqadi. Har ovqatlanish, har qadam, har yiqilish Komilni ishidan, quvonchidan, hatto o'z erkinligidan ajratib qo'yishidan qo'rqadi. Kasal odam ba'zan olimdan ham ko'ra sevgan odamiga ogirlik bo'lishdan ko'proq qo'rqadi. Bu juda haqiqiy, juda hayotiy tuyg'u va odamni o'z baxtidan ham sekin chekinishga majbur qilishi mumkin. Gulbahor va Salima yonida turib, albatta, uni yupatmoqchi bo'lishadi. Ular hozir tibbiyot rivojlanganini, shifokorlarga ishonish kerakligini, hammasi hali eng yomon darajaga yetmaganini aytishi mumkin. Ammo ba'zi paytlarda tasalli so'zlari odamning ichidagi qo'rquv oldida juda yengil bo'lib qoladi. Robiyaga hammasi yaxshi bo'ladi degan gapni juda tez aytadigan odam kerak emas. Balki unga bir necha daqiqa yonida jim o'tirib beradigan, qo'rqayotganidan uyalmasligiga imkon beradigan odam kerakdir. Eng keskin nuqta, menimcha, Robiya bilan Komilning yolg'iz suhbatida bo'ladi. Hamma tarqalgandan keyin, shifokor xonadan chiqqandan keyin, tasalli gaplarni aytadigan hech kim qolmaganda palatada faqat nafas tovushi va hech kim nomini aytishga jur'at qilmayotgan haqiqat qoladi. Robiya Komildan juda past ovozda so'rashi mumkin. Malomat qilib emas, gina bilan sinash uchun ham emas. Bu savol uning eng chuqur qo'rquvidan chiqadi. Agar men boshqa ko'rmasam, sen baribir yonimda qolasanmi? Bu gap go'yo sevgi haqida so'ralgandek tuyuladi, lekin aslida undan ancha og'ir. Bu hayot endi oson bo'lmay qolganda sadoqat haqida so'raydi. Qurbonlik bir necha kunlik parvarish emas, balki butun umrga cho'zilishi mumkin bo'lganda mas'uliyat haqida so'raydi. Bir erkakdan u xotinini faqat avval qanday bo'lgani uchun sevganmi yoki u zaifroq, qaramroq, og'riqliroq holatga tushganda ham sevishda davom eta oladimi? Shuni so'raydi. Agar Komil shoshilib javob bersa, javobi soxta eshitiladi. Juda uzoq jim qolsa, Robiyaning ko'ngli og'riydi. Mana shu joy personaj uchun juda kuchli tiqilinch, chunki hech bir javob to'liq xavfsiz emas. U oddiy va'dadan chuqurroq narsa bilan gapirish kerak. Balki uning qo'lini ushlash kerakdir. Balki boshini egib, ovozi biroz sinib chiqishi kerakdir. Balki u birinchi marta o'zi ham qo'rqayotganini tan olishi kerakdir. Lekin Robiyaning yonida qolishdan emas, bir kun kelib Robiya o'zini sevishga arzimayman deb o'ylab qolishdan qo'rqayotganini. Agar bu sahna to'g'ri ritmda yozilsa, unda ko'p ko'z yosh shart emas. Robiyaning qo'lini bir zum tortib olishi yetadi, go'yo endi hech kimga suyanmaslikka o'zini o'rgatmoqchidek. Komil esa uning qo'lini qayta ushlab qoladi, qattiq emas, lekin hali qo'yib yubormaganini bildirishga yetarli darajada, ammo bu iliqlikning tashqarisida haqiqiy bosim baribir o'z joyida turibdi. Shifokor tezroq qaror kerakligini aytadi. Xarajatlar oshishi mumkin. Vaqt esa hech kimni kutmaydi. Gulbahor va Salima bu oila juda og'ir chorrahada turganini tushunadi. Davolanishni davom ettirishsa, pul ham, ruhiy kuch ham, muvaffaqiyatsizlik ehtimoli ham kerak bo'ladi. Kechiksa, Robiyaning oxirgi eshigini o'z qo'llari bilan yopib qo'yishlari mumkin. Qancha o'ylasam, Robiyaning og'rigi faqat ko'zlarida emasligini shuncha ko'proq his qilaman. Bu og'riq o'zini hayot chetiga surib qo'yilgandek his qilishida.
Boshqalar uning o'rniga gaplashadi, uning o'rniga qaror qiladi, uning o'rniga umid qiladi, uning o'rniga qo'rqadi. Holbuki yakuniy natija bilan yashaydigan odam aynan uning o'zi, balki shuning uchun bu qism oxirida Robiya juda kutilmagan talab qo'yishi kerak. U endi hech kimning undan haqiqatni yashirishini istamaydi. Ko'nglini tinchlantirish uchun aytiladigan gaplarni eshitishni xohlamaydi. Uni haqiqatni bilolmaydigan darajada nozik odamdek ko'rishlarini istamaydi. U Komildan o'zini yana shifokor oldiga olib borishini so'raydi. Va bu safar eng yomon ehtimollarni ham o'zi eshitmoqchi bo'ladi. O'sha lahzada Robiya endi faqat qutqarilishini kutib yotgan odam bo'lib qolmaydi. U bilish huquqini, qo'rqish huquqini, o'z tanasi haqida o'zi qaror qilish huquqini qaytarib ola boshlaydi. Komil unga qaraganida, ehtimol, bir narsani tushunadi: qarshisidagi ayol yorug'likni aniq ko'ra olmasligi mumkin. Lekin u baribir o'z hayotining qorong'iligida tik turishga urinmoqda. 119 qismning butun prevyusiga qarab, men buni shunchaki ko'p voqeali qism deb emas, balki har bir qahramon qochib yura olmaydigan joyiga olib borilgan qism deb ko'raman. Marjona Hoshimjonni ushlab qolish uchun qaytmaydi, balki uni bergan va'dasi. Ikki xonali uy, bir paytlar ortda qolgan ayolning qadr-qimmati bilan yuzma-yuz qilish uchun qaytadi. Lekin chuqurroq qaraganda, Marjonaning eng katta yarasi mol-mulkda emas. U yo'qotilgan farzandda, hayotining bir qismi boshqalar tomonidan go'yo hech qachon bo'lmagandek yengil ko'rilganida. Marjona, Hoshimjon, Sevara va qaynona haqidagi voqea meni ko'p o'ylantiradi. Sevgi tugaganda odam ketishga haqli. Ammo ketayotganda bir paytlar yonida bo'lgan insonni qarovsiz qolgan yaraga aylantirib qo'ymaslik mana shu eng qiyini. Hoshimjon hammasini tezroq tugatmoqchi bo'lgani sari, u 60dan qo'lini yuvib ketayotgan odamga o'xshab qoladi. Sevara esa hali eski soyalardan butunlay tozalanmagan munosabat ichida turibdi. Ehtimol, u ham ichida so'ray boshlagandir. Bajarilmagan va'da ustiga qurilgan baxt rostdan ham xotirjam bo'la oladimi? Boshqa tomonda esa Robiya va Komilning hikoyasi his-tuyg'uni butunlay boshqa joyga olib o'tadi. Bu yerda uy talashish yo'q, katta janjal tovushlari yo'q, lekin juda sovuq bir qo'rquv bor. Agar Robiyaning ko'zlari tiklanmasa, uning hayoti qayerga buriladi? Komil kuchli ko'rinishga urinadi, lekin xotini baribir uning ichidagi sarosimani sezadi. Robiya, agar men boshqa ko'rmasam ham yonimda qolasanmi, deb so'raganida menimcha, bu qismdagi eng og'riqli savollardan biri shu bo'ladi. Chunki u faqat sevgi haqida emas, mas'uliyat, sadoqat va hayot endi oson bo'lmay qolgan paytda ham birga yurishga tayyorlik haqida so'raydi. Bu qism tomoshabinga faqat keyin nima bo'lishiga qiziqish qoldirmaydi. U menga hayotda ayrim va'dalarni faqat bir lahzani tinchlantirish uchun aytmaslik kerakligini eslatadi. Chunki bir kun kelib hammasi o'zgarganda, o'sha va'da qaytib keladi va odamdan, endi javobgarlikni ko'tarishga yetarlicha halolmisan, deb so'raydi. Bu qism yana shuni ham eslatadi: uzoq vaqt sukutda qolgan dard bitdi degani emas. Ba'zan odam faqat uni aytishga kuchi yetadigan vaqtni kutadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Marjona adolat talab qilyaptimi yoki 60dagi dardini Hoshimjonga qaytarib berishga urinyaptimi? Sevara kutishda davom etishi kerakmi yoki hammasiga chuqurroq kirib ketmasdan oldin ketgani ma'qulmi? Robiya uchun eng qo'rqinchlisi yorug'likdan ayrilishmi yoki sevgan insoniga yuk bo'lib qolish hissimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Men tomoshabinlar bu uch hikoyada kim tomonda turishini juda bilishni xohlayman, chunki har bir qahramonda haqlik ham bor, xato ham bor, juda insoniy bir zaiflik ham bor. Agar bu preview sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni, ulashishni va Dushman kelin haqidagi eng yangi tahlillarni kuzatib borish uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang.
Oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Endi esa keyingi qism Marjona, Hoshimjon, Sevara, Robiya va Komilni yana qanday og'ir tanlovlar oldiga olib borishini birga kutamiz.